Shuni ishontirib aytolimanki, trendga aylangan Matilda tortini endi 5 yoshli qizlar ham tayyorlay oladi. Bugun sizlarga o'zim avtorskiy retseptim bo'yicha Matilda tortini juda ham kam xarj usulda tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Qani unda birinchi bo'lib ishimizni mikrovolnovkada tayyorlanadigan biskvitidan boshlaymiz. Katta idishimizga bitta tuxum hamda shakar solib, vinchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan qatiq va quruqmasdan solib, birroz aralashtirib mikrovolnovkaga 4,5 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Bir pasda juda ham kam xarj, hamma narsaga tushib ketaveradigan universal biskvitimiz ham tayyor. Endi esa idishdan bo'shatib sovitishga olib qo'yamiz. Bu borada juda ham mazali kam xarj kremni ham tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib kattaroq idishimizga eritilgan sayroq hamda kakaoni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan juda ham sifatli masilka brendini qo'ydirilgan sutini solib, bitta yana birroz aralashtirib olamiz va 15 minutga xolodilnikka solib qo'yamiz. Kremiz masilka brendini qo'ydirilgan sutlar bilan yana ham mazali bo'ladi. Shuni qilib sovigan biskvitimizni olib o'rtasidan 3 ga bo'lib olamiz. Agar siz biskvit qalinroq bo'lib turishini xohlasangiz, o'rtasidan 3 ga emas 2 ga bo'lishingiz ham mumkin. Endi esa biskvitlarimizni yaxshilab propitka qilib, ko'sh krem qilib terib chiqamiz. Uzoq 10 minutda tayyor bo'lgan juda ham kam xarj Matilda tortimizni ustini chiroyli qilib besatib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Qaytgancha to'liq retseptni olish uchun menga obuna bo'lib, kommentariyada Matilda so'zini yozib qoldirishni unutmang.